Bu mutaxassis erkak ayollikka qaramaydi. Ba'zi ayollar ko'krak sohasida og'riq bilan murojaat qilishadi. Bu ko'p hollarda bo'lishi mumkin. Ba'zan mastopatiya deymiz, gormonal o'zgarish tufayli ko'krakda og'riq bo'lishi mumkin. Ba'zi hollarda ko'krakda fibroadenoma deymiz, fibrozni, kistozni, mastopatiya, fibroadenoma vaholanki onkologiya ham bo'lishi mumkin. Hozirgi paytda ayollarda birinchi o'rinda ko'krak onkologiyasi, ya'ni ko'krak raki turibdi. Ikkinchi o'rinda bachadon bo'yni. Shuning uchun har qanday ayollar bir yilda bir marta mammolog ko'rigidan o'tib, ultrazvuk tekshiruvlaridan o'tib, o'zida nima bo'layotganini juda yaxshi bilish kerak. Va bularni o'z vaqtida davolasa, maqsadga muvofiq bo'ladi. Endi ba'zi ayollar lekin mana juda ham ko'p ko'rdim mana shu ish faoliyatimda. O'sha ko'kragida og'riq bo'lib turib, bir necha yildan beri tekshirilmasdan oxiri совсем asorat bo'lib, o'sha ko'kragida onkologiya bo'ladi, rak kasalligi. Bu metastaz berib tarqab bo'lgandan keyin keladi. Ish faoliyatimda bitta случайni aytib beraman. Ayol eri bilan kelgan, biz o'shanda ko'kragida ko'rdik fibrozni, kistozni, mastopatiya, onkologiyada. Men срочно onkoginekolog Taxtapulga boringlar deb aytganman. U kishi xotinini olib borgan. Bitta mutaxassis erkak kishi bo'lgan. Bu mutaxassis erkak ayollikka qaramaydi. U o'zining ishini qiladi. Eri yo'q, men erkakka ko'rsatmayman deganda olib ketib 2 yildan keyin olib keldi. Shunaqa chiroyli yosh ayol. Men ko'z bilan ko'ringki, metastaz bergan. O'zi buni operatsiya qilishga ham hozir qilib bo'lmaydi, chunki tarqab bo'lgan. Uyda 3-4 ta bolasi bor. Shuning uchun ayollar o'zingizga juda ham ahamiyatli bo'ling. Bir yilda bir marta albatta ko'kragingizni bir qator tekshirib, vrach mammologdan konsultatsiya olib, kerakli maslahatlarni oling.